Estaizu billah. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Alloh subhanahu va taolo Madinada o'zlarining ayblari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganligi uchun tug'ilgan shaharlaridan haydalib Madinada jon saqlagan musulmonlarga va ularga ko'p ozor berib, juda ko'plarini qatl qilgan mushriklar bilan jang qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Va qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Jang qilinglar Allohning yo'lida. Islomdagi jang faqat Alloh yo'lida bo'ladi. Islomdagi jang bashariyat o'zining uzoq tarixlarida bilib kelgan maqsadlar yo'lida jangni islom tanimaydi. Islom ba'zi kishilarning ulug' unvonlarga ega bo'lishlik uchun jang qilishlikdan hazar qiladi. Islom g'animatlarni, iqtisodiy boyliklarni qo'lga keltirishlik uchun jang qilishlikdan hazar qiladi. Islom dunyo bozorlarini ochishlik uchun jang qilishlikdan hazar qiladi. Islom xom ashyolarning hammasini o'zining doiralariga olib kelishlik uchun jang qilishlikdan hazar qiladi. Islom Allohning yo'lidagina bo'lgan jangni taniydi. O'zlari vatanlardan quvg'in qilingan, mol davlatlari talon-taroj qilingan va hamda shun bilan birga qodir bo'linganlarga qatl qilingan musulmonlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu buyruqni eshitdilar. Allohning yo'lida jang qilinglar. Sizlarga zarar yetkazgan kishilardan qasd olishlik uchun emas, shunchalik ozor berishgan bo'lsalar ham shularga nisbatan adovat, g'azab ruhida jang qilishlikdan man qilinishdilar. Faqat maqsadni Alloh yo'lida bo'lishligi shart qilindi islomda. Sizlar bilan vatandan quvib tug'ilib o'sgan Makka-i Mukarramadan quvg'in qilishgan, mol davlatlarni tortib olgan, sizlar bilan jang qilgan bu Quraysh mushriklari bilan Alloh yo'lida jang qilinglar. Ulardan o'chinglarni olishlik uchun emas, Alloh yo'lida bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo ular bilan barobar bo'lmaslikni Alloh ularga xabar beryapti. Vala ta'tadu, tajovuz qilmanglar. Tajovuz islom ko'rsatmalaridan tashqariga chiqishlik bilan bo'ladi. Yo'inki islom hissida qabohat deb e'tibor qilingan amallarni qilishlik bilan tajovuz vujudga keladi. Ana bu tajovuzdan islom man qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'p hadis to'plamlaridan biz qanchalik tajovuz qilishlik mumkin emas ekanligini shundan ajratib olamizki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jang vaqtida ashoblarni islomiy jang odoblariga o'rgatardilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'd maghazi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam fanaha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an qatl an-nisa'i was-sibyan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ba'zi jang maydonlarida qatl qilingan ayolni ko'rdilar. Shunda ayollar va go'daklarni qatl qilishlikdan qaytardilar. Hatto Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam a'afu an-nasi qitlatan ahlul iman. Jangda eng odoblarini saqlovchi, pok, doman bo'lgan kishilar iymon egalari bo'ladilar. Hatto o'zlarining dushmanlariga nisbatan
ular islomning ko'rsatmalaridan tashqariga chiqmaslikka harakat qilishadilar. Abdulloh ibn Yazid al-Ansoriydan rivoyat qilinadiki, radhiyallohu anhu, naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam anin nuhba val musla. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islomiy janglarda talon-taroj qilishlik va hamda odamlarning quloq burnilarini kesishlikdan qaytardilar. Islomda musla, ya'ni insonlarning a'zolarini qirqishlik islomiy jang odoblaridan emas bu. Xullas, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni tajovuz qilishlikdan, ya'ni jang qilayotgan vaqtida faqat Allohning yo'lida bo'lgan jangda ishtirok etishlikka va hamda jangdagi ko'rsatilgan islomiy odoblarni buzishlikdan qaytardi. Innalloha la yuhibbul mu'tadin, tajovuz qiluvchilarni Alloh suymaydi. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Makkada musulmonlar ayblari islom bo'lganligi uchun haydalishgan edilar. Ularning ba'zilarini farzandlari qatl qilingan edi. Hammalari